Yillarcha 3 yil, 4 yil, 5 yil zahmat etib topgan pulini, bir javonni, bir yigitni zahmatini bir ro'zda, bir yalay zot uchun qo'ydirib. Mutaassifonaki bu ro'z bizlarni jamiyamizga, shariatni joyiga shunday bir alayda rasm rivojlar o'rtaga kelgan, murovvaj bo'lgan, mardum o'rtasiga topilganki, misliki Allohdan nozil bo'lgan shariatdek ko'riladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini joyini olgan. Bu o'zi ham bema'no, bearzish. Na dunyoda ma'nosi bor, foydasi bor, na oxiratda. Shunday rasm rivojlar jamiyada rivoj topgan.